Trendingga o'tsin shunaqa ham belingni qimirlatasanmi? Bel ketdi-yu. Assalomu alaykum jannatim dada. Sen menga qanaqasiga o'g'il bo'lasan? Sen kuyovsan-ku. Aybi kuyovlarni ham payg'ambarlar siylagan dadajon. Menga qarab belim qattiq ushlab qoldi. Bironta doktorga olib borgin. Qanaqa doktor kasalga qon qiladi. Men sizni zo'r tabibga olib boraman dada. Tuzatsa bo'ldi. Olib bor. Iloyim dardinga shifo topilmasin, o'lgur. Yetsa! Voy! Yetsa! Voy! Yetsa! Voy! Ana, sizda katta girija bor ekan. Chiqarib yubordim. Rahmat tabib, rahmat. Voy, yurolmay qoldim-ku. Voy, to darmagetki yo'q. Hay nima deysiz dada? Ana tabibing grijani chiqarib yubordim deydi. Battar kattaytirganga o'xshaydi. Oyoq ham bosolmay qoldim. Iltimos sendan meni doktorga olib borki yo'q. Hay doktordan nima qilasiz? Doktor kasalga qon qiladi. Men sizni yana bir tabibga olib boraman. Inshaalloh tuzalasiz. Boring. Grijam yo'q bo'lsa bo'ldi, rahmat. Xudo xohlasa boyliging menga qoladi, albatta bo'lasan. Hammasi mendan emas, Allohdan. Ha, otam, nima bo'lyapti? Tabib janoblarim, grijam qattiq og'riyapti. Hozir tuzatamiz. Ha, mana chiqib ketyapti. Og'zingiz sasiyapti, shunga o'xshayapman. Piyoz yeganimizda gripp tarqagan. Bormi og'riq? Bor. Bormi? Bormi? Bor og'rig'im bor. Tabibmisan, emamish habibmisan? Yo'qolay. Nima bo'lyapti? Dard o'lsin ha, otday yurardim ha, eshak bo'lib qoldim. Bekorga aytishmagan bosh og'rig'i g'amdan, bel og'rig'i nandan deb. Darmayatki yo'q. Hay nima deysiz dada? Men sen dardingni bilib turibman. Meni yaxshi doktorga olib bor, tuzat. Tashqaridagi shentrani nomiga o'tkazib beraman. Gapingizga javobmi? Faqat tuzalsam beraman. Hay. Alloh shu cho'mi dardiga shifo ber ilohim. Orixonaga hazillashmanga, o'zi kecha operatsiya qildingiz. Qanday operatsiya qilganingizni ham sezmay qolibman. Bugun uyga ruxsat deyapsiz. Rostdan ketaveraymi? Albatta, sizda jarrohlik muolajasi endoskop lazer yordamida kesmasdan 15-20 minutda amalga oshirildi va grijangiz to'la olib tashlandi. Sizda endi grijani qaytib chiqishi ham yoki grija bilan bog'liq hech qanaqa muammo bo'lishi mumkin emas. Bemalol uyingizga borib, maza qilib yashang. Haqiqatda belim soppa-sog' bo'lib qoldi. Endi bemalol trendlarni qilsam bo'laveradi. To'ylarda ham o'ynayveraman. Muborak tuzalganingiz rost bo'lsin. Alloh shifo bergani rost bo'lsin. Men sizni mashinamda uyga olib borib qo'yay. Qanaqa mashinangda? Chentramda dadajon. Jentrmaniki yo'q, kalti ber bu yoqqa. Qaynata qaytadi ham. Men o'lsam jentrasan nomiga o'tadi. Darmayatki yo'q. Ilohi amin, meni aldagan tilingga grija chiqsin. Amin. Men seni margumush berib o'ldiraman.